Anarkut her hafta bir qadam yollandı. Biz ata-onamızın nazarida har vaqt mukammal bolalardan bulamaymiz. Undaqda ata-onamızın nazardagi mukammal bolalar zodi qanaqdir? Bir ko'rib baqaylik. Apa meni internet natijam chiqibdi, men bu qitim maktab bo'yicha birinchi bo'ptiman. Lekin shu shahar bo'yicha birinchi bo'lganqa bir yerim nomerim kamlab qolibdi. Endi bu qitim og'rib qilishim imtihon natijamni orqada qilishga sababchi bo'lib qolsa faqat bo'lmaydi, lekin biz sizga tekshirishnomangiz berib, o'zimni xatoligini tunsam bo'lamdi, opa. Apa meni dam oldayotamsiz? Yo'q, men uyga ish qilmay, opa. Çak qilmamdan diqqatim qattiq tatmang. Voy opa, bo'ldiqlar o'zingiz chiqing bu bozorga. Qachon ishlamay ko'ylak e'lon deydigansiz beshina. Shundan oldin kiyim-kechaklar shunday chiroyli yarashyapmanda mana. Pakiz kiysam bo'lmadimi? O'zingiz e'lon opa, o'zingiz yaxshi ko'rgan kiyim-kechaklaringizni setyapman. Ha? Televizor? Voy yo'q opa, televizor ko'yga vaqtim yo'q, meni diqqatim tatmang, men uyga ish qilaman. Mush ishdan 75 qo'y qoldingizmi opa? Voy baqimmatga, voy nima pul isrof qilasiz? Yeshini 15 qo'y oldim men bu ishdanni. Voy opirib tuyli qo'ytirgan bo'ldi. Muhabbatlisiz? Voy yo'q opa, men endi cho'zimni qilib tursam. Voy yo'q opa, men g'ovrimni putamidi. Voy opa, men endi oliy maktabni putadim. Keyinchi bir gap bo'lsin-chu. Opa, mana hammasi meni uyga yetib chiqqan pullarni sizga bersam, o'zingizga chiroyli kiyim-kechaklarni aylaman. Opa, men chiqib kiray, kesdan 8 ga cho'qim kirib bo'laman. Nega? Opa, men nega boralaydim, yana kitobxonaga berib-chi, jiqrab takrordan qilib olay, ha? Ma'qul. Opa, bo'ldi, bekcha pul bermagan, men bir o'ncha pulni xarjlab olmasam, bir qo'yib bering. Hech bir qo'yib bersiz bo'ldi. Voy yo'q opa, men telefon o'ynasam bo'lmaydi. Elim ko'zim shunchalik og'riydigan tursa, telefon o'ynasam uni fushos kuchli ko'zim og'ritib qo'ysa qanaqa qilaman? Voyjon bo'ldilar. Ay, uningda pulingni tez uyni tozalab bitaylik. Amaliyotda nurg'un balla mana bundaq. Opa, natijamiz chiqibdi 60 optimi 60. Ish qilib o'tdim. Bu imtihonda ish qilib o'tdim. O'sam hisob qil. Xo'p, voyjon, opa, qachon qarshi uygunish degas bo'ldi. Qilaman men birdan orom avlajib. Voy opa, o kiyimni tunugun choy kiyib oldim men. Nerede bir kiyim ichki choyga egil bo'ldi. Bugungi sizga boshqa choy opa. Pichak kiyim olaychi, bizga pul bering ha. Voy opa, uydim. Opa, yo'q, ozroq qoldi. Bizga qoldi, aşağı kiyimni ko'rasam. Voy opa, uydimmi yo'q? Voy opa, 75 qo'y. Man boshqalar anglab qolmasin-chi bu gaplaringizni opa. Haqlar so'raqas chang-changdan 750 qo'yga oldim deb qo'yasiz mashtani ma'qulmi? Opa, hozircha churunga eng tayzi vaqt. Hozirdan boshlab muhabbatlashib ketsam, g'ovron chiqib yana muhabbatlashsam, dosh chiqqan yana muhabbatlashsam, dosh bitirib ayt savdo qilaman. Opa, nech ketdingman sen? Ha? Endi 9 o'tdi opa, 12 ga burun kirib bo'laman, qizlar chaqirib ketdik chiqib kiray. Voy opa, voy bo'ldi qilma bu orom tuqqanlarning og'a yetqim tursa nima ish qilsin? Voy yo'q bo'ldi sizni pul chiqdisa, sen qayslaychi opa? Opa, nechga ketib shuni olay. Opa, bu bunchalik pulga nima keladi? Yana ozroq qo'shib bersangiz bu pulga orom bir toshdan ololay ekanman. Ozroq qo'shib bering, do'stlarimni oldi satdimamdi. Opa, ma'qul hozir. Voy opa, yaqinga bo'ldi qilma. Birdan o'ynab olay. Voy telefon o'ynamasam nima ish qilaman? Ishim pishib ketadi ekan meni. Voy siz bilan deyishlik nima gap opa bo'ldi qilma. Aldiqtim og'riq qolgan bu. Aldiqtim emas. Mushqitim. Opa, imtihon natijam chiqdi-chi? Cho. Yo'q, men uyga chiqdim, amamay. Cho'lpan. Minching. Hozir atgan soat 6. Naqdman yo'q soat. Ham naqlay. Hozir soatini ko'ring. Hozirmi? Atgan soat 6 bo'ldi. Men hozir nashta edi. 15 qo'y hisob. Situatsiyada yeshida deb aytdi. Meni aşk qizlarni opam silkaydigan. Opa! Pul yo'q.